Fayozbek o'quvchimiz bitta anketa botni bitiribdi. Hozir Fayozbek ma'lumot o'rnida 6 sinfga o'tgan. Menga kelayotganiga uni 3 yildan oshiq vaqt o'tdi. U payt robotinik kursini bitirdi. Mana Telegram bot, Python kursini bitirib, Telegram bot yasash. 6-sinf bolasi nima ish qilyapti? Qarang. Ustiga bosamiz. Anketa bot yasabdi. Anketa botda foydalanuvchi start tugmachasi berish kerakmi? Start tugmachasini berib beramiz va foydalanuvchiga aytyapti. Anketa to'ldirish anketa. Xohlagan o'quv markazida hozirgi paytda bemalol mana shu anketa botda zakaz berib, buyurtma berish mumkin va bu bola bemalol yasab beradi. Ismingiz nima? Foydalanuvchi kiritiladi, Rasul. Yosh so'raydi. Masalan, 45. Bu yerda aytaylik, jinsiz, masalan, erkak. Inline tugmalari ham hammasi joy-joyida. Qaysi shaharda? Chinoz misol tariqasida. Xo'p, telefon raqam kiritamiz. Mana ulashish tugmachasi bor. Endi misol gmail.com'imizni endi tezlashtiramiz. gmail.com deymiz. Mana nima deb fotografiya yozib yuborib gmail.com. E'tibor qiling, noto'g'ri, misol deyapti. Mana qarang, uje to'g'ri qo'yibdi. Israil.gmail.com. gmail.com. Olamiz mana. Xo'p, qaysi kursdan olish? Python dasturlashtirish. Ha, to'g'ri. Va nimani menga admin sifatida menga yuborib qo'ydi. Mana ko'rasiz, linkda mana shu qilaverasiz. Agar sizga xuddi shunaqa Telegram bot, agar sizga xuddi shu Telegram botda kerak bo'lsa, mana shu bolaga murojaat qilsanglar, xuddi shu mana shunaqa Telegram botdan sizga yasab, tayyorlab beradi. Nechida? 6ga o'tdi. Necha yoshda? 12. Qayerdan kelasan? Yangiyo'l. Yangiyo'l. Yangiyo'ldan kelgan o'quvchimiz. Ko'pchilik o'ylaydi, 6 oyda o'rgansa bo'ladi, 4 oyda. Necha yildan beri kelaysan menga? Mana o'zingcha. 3 yildan beri, 3 yildan beri ikkita kurs tugatdi mana. Shunday qilib, ipidan ignasiga o'rgansa haqiqatan mutaxassis bo'ladi-da. Birovlar 2 oyda o'rgataman, 3 oyda o'rgataman yoki 6 oyda o'rganadi degan gaplar u bilmadi, qanaqa mantiqi to'g'ri. Shunaqa gap. Rahmat hammaga.